Siz bu tugmani har kuni ko'rasiz. U ilovalarda sizni ta'qib qiladi. U sariq yoki ko'k rangda miltillaydi. Qulog'ingizga shivirlab turadi. Iste'molchi miyasi uchun eng shirin so'z, split, bo'lib tolash, qismlab tola. Nofoiz ortiqcha to'lov. Summani tortga bolasan, xolos. Siz 20 ming rubl turadigan yangi krossovkalarga qarayapsiz. Qimmat. Ichingizdagi maymuningiz bogadi. Ichki buxgalteringiz baqiradi. Bizda bunaqa pul yo'q. Lekin siz sehrli tugmachani bosasiz va narx 5000 rublga aylanadi. Miya esa shunday deydi. 5000 topiladi-ku, bu mayda pul. Olamiz. Va siz rasmiylashtirishni bosasiz. Tabriklayman, siz hozirgina 2026-yil fintexning eng ayyor, eng sinik tuzogiga tushdingiz. Siz tizimni aldadim, narsani deyarli bepul oldim deb o'ylaysizmi? Yo'q. Tizim hozirgina sizni ishlatdi. Bugun men, Invest Mushuk, sizga nima uchun split qulay servis emas, balki moliyaviy geroin ekanini tushuntiraman. Nega to'lovni bolish sizdagi o'zini saqlash instinktini ochiradi va qanday qilib oddiy choynakka bo'lgan, zararsiz, bo'lib tolash sizni bank quliga aylantiradi. Hatto u yerda nofoiz deb yozilgan bo'lsa ham. Kalkulyatorlarni chiqaramiz va kelajagingizni har 2 haftada 2000 rubl qilib qanday oqizayotganingizni hisoblaymiz. Bu kanalda biz marketologlarning ertaklariga ishonmaymiz. Yaxshi, korporatsiyalarning niqobini yirtib tashlaymiz va iqtisodiy haqiqatga yuzma-yuz qaraymiz. Agar siz hech bo'lmasa bir marta shu tugmadan foydalangan bo'lsangiz va qanchalik qulay deb o'ylagan bo'lsangiz, bu video siz uchun. O'tirib oling, qattiq bo'ladi. Keling, aldov mexanikasini tahlil qilaylik. Nega marketplace'lar bu splitlarni sizga shunchalik agressiv tiqishtiradi? Ular xayriya jamg'armasimi? Sizda yangi iPhone'ga pul yo'qligiga aytishyaptimi? Albatta yo'q. Ularning bitta maqsadi bor, o'rtacha chekni oshirish, sizni qo'lingiz yetmaydigan narsani sotib olishga majbur qilish. Xarajatlar psixologiyasida to'lov o'g'rigi degan tushuncha bor. Siz 100 ming rublni naqd yoki bitta o'tkazma bilan berganingizda sizga jismonan o'g'riydi. Miya resurs yo'qotilishini qayd etadi. Bu o'g'riq sizning sug'urtangiz. U aytadi, to'xta do'stim, buni olsak och qolamiz. Split nima qiladi? U sizga anesteziya qiladi. O'g'riqni olib tashlaydi. Bugun 25 ming berish og'riqli emas. Qolgan 3 ta to'lov esa kelajakdagi menning muammosi. Keyin ko'ramiz. Mana siz yangi telefon bilan o'tiribsiz. Dopamin miyaga urildi, kayf olindi, pulchi. Pul joyida shekilli. Va eng dahshatlisi shu yerda boshlanadi, qor uyumi effekti. Siz yana marketplace'ga kirasiz, kofe mashinani ko'rasiz. 40 ming. Yo'q, bugun atiga 10 ming. Olamiz. Brend kurtka. 30 ming. Yo'q, 7 ming. Bugun olamiz. Siz bu mayda to'lovlarni yega boshlaysiz. Sizga mayda chuyda sarflayapman deb tuyuladi. Endi hisoblaylik. Kalkulyatorlarni oling. Kutaman. Sizda 4 ta split osilib turibdi. Telefon, kofe mashina, kurtka va deylik. Umuman rejalashtirmagan aqlli kolonka, lekin birinchi to'lovi atiga 1000 rubl edi. Siz ozozdan to'layapman deb o'ylaysiz, lekin qo'shib ko'ring. 25 mingga qo'shamiz, 10 ming qo'shamiz, 7500 qo'shamiz, 1000. To'lov kuni kartangizdan 43500 rubl uchib ketadi. Va bu oyda bir marta emas. Splitlar ko'pincha har 2 haftada yechiladi. Maosh kuni keladi, orzu qilingan sms tushadi va darrov din. Marketplace'lar maoshingizni siz ovqat sotib olishga ulgurmasingizdan oldin sorib oladi. Balansga qaraysiz, no. Nima qilasiz? To'g'ri, ovqatni ham bo'lib to'laysiz yoki kredit kartaga chiqasiz, o'zingiz yaratgan teshikni yopish uchun. Bu kredit ignasi deyiladi. Siz kelajak hisobidan yashaysiz. Siz ishlab topmagan hayot darajasini iste'mol qilyapsiz. Bugungi egoni xursand qilish uchun kelajakdagi o'zingizdan o'girlayapsiz. Lekin mushuk, foiz yo'q-ku, bepul-ku deysiz. Mening sodda do'stlarim, iqtisodda bepul narsa bo'lmaydi. Agar siz tovar uchun to'lamayotgan bo'lsangiz, demak tovar sizsiz. Birinchidan, siz narsalarni qimmatroq sotib olasiz. Chegirma izlamaysiz, aksiyani kutmaysiz, faqat birinchi to'lovga qaraysiz. Sotuvchilar buni biladi. Ular narxni 20% oshirib bo'lib qo'yishadi. Siz esa yutasiz, chunki qulay. Ikkinchidan, jarimalar. Bitta to'lovni o'tkazib yubordingiz. Kartani to'ldirishni unutdingiz. Bam. Jarima, penya, buzilgan kredit tarixi. Uchinchidan, diqqat bilan qarang. Hozir ko'p servislar yaxshilangan split yoki 12 oylik bo'lib to'lash uchun komissiya kiritmoqda. Va u yerda endi nofoiz emas. U yerda ortiqcha to'lov bor, shunchalik ayyor yashirilganki, siz 40% yillik kredit olganingizni ham sezmaysiz. Lekin asosiy muammo pulda ham emas, muammo boshda. Split moliyaviy intizomni oldiradi. U sizni infantil bo'lishga o'rgatadi. O'yinchoq xohlayman, o'yinchoq olaman.
3 yoshli bola kabi. Kutish yo'q, jamgarish yo'q, zaruriyatni baholash yo'q. Siz reallik bilan aloqani yo'qotasiz. Siz 60 ming maosh oladigan oddiy menejersiz, lekin kvartirangiz millionernikidek texnika bilan to'la. Faqat bu texnika sizniki emas. Siz o'z ahmoqligingizni ijaraga olgansiz. Muqobil ssenariyni tasavvur qiling. Zerikarli men har videoda aytadigan variantni. Siz 100 ming turadigan telefonni xohlaysiz, lekin pul yo'q. Siz o'zingizga deysiz, men bunga qurbi yetmaydi. Split bosish o'rniga shu 25 ming rublni yigasiz, investitsiya qilasiz, omonatlar, obligatsiyalar, aksiyalar. Pul siz uchun ishlaydi, marketplace egasi uchun emas. 4 oyda foizlari bilan summa yigiladi. Va ehtimol shu paytga kelib siz tushunasiz, bu telefon sizga umuman kerak emas. Chunki euforiya o'tdi, marketing tumani tarqaldi, siz esa kapitalni saqlab qoldingiz. Split yoshlar uchun kapitalning birinchi raqamli dushmani. U do'st bo'lib niqoblanadi. Orzuni olishga yordam beramiz. Yolg'on. Ular sizga chuqur kavlashga yordam beradi. Men bilaman, ayrim odamlarning butun maoshi yarim yil oldindan splitlarga yozib qo'yilgan. Ular faqat 60dagi xohishlarni to'lash uchun ishlaydi. Bu zanjirsiz, lekin ilovadagi bildirishnomalar bilan zamonaviy qullik. Nima qilish kerak? Qanday qilib bu ignadan tushish kerak? Birinchi va yagona qoida: agar siz narsani hozir cho'ntagingizdan chiqarib sotib olib, och qolmasangizgina, siz bunga qurbi yetadi. Nuqta. Hech qanday lekin yo'q. Lekin menga ish uchun kerak. Agar ish uchun notebook kerak bo'lsa, 15 mingga buni oling, unda pul ishlang, keyin MacBook oling. Banklar tiqishtirayotgan qo'ltiqtayoqlar bilan boshingizdan baland sakrashga urinmang. Marketplace'lardan bog'langan kartalarni ochiring. Bo'lib to'lash limitlarini ochiring. Xarid jarayonini maksimal darajada noqulay qiling. To'lov og'rigini qaytaring. Pul ketayotganini his qiling. Bu hushyor qiladi. Pulni siz boshqarishingiz kerak, ilova algoritmlari emas. Esda tuting, boy odamlar kredit va bo'lib to'lashdan faqat biznesda ko'proq daromad olish uchun lever sifatida foydalanadi. Kambag'allar esa boy ko'rinish uchun foydalanadi va yanada kambag'allashadi. Korporatsiyalar qo'lidagi marionetka bo'lmang. Sizning kapitalingiz bu sizning erkinligingiz. Uni Xitoy plastigi uchun mayda to'lovlarga bo'lib tashlamang. Men sizga iste'moldan voz kechish oson deb yolg'on gapirmayman. Atrofda hamma baqiradi, sotib ol, sotib ol, sotib ol. Lekin aynan hozirgi xohishga yo'q deya olish qobiliyati voyaga yetgan investorni abadiy qarzdordan ajratadi. Mening Telegram kanalimda biz bu vasvasalar dunyosida qanday aqldan ozmaslikni tahlil qilamiz. Qayerga haqiqatan pul tikish kerakligini ko'rsataman. U yerda pul oshadi, marketplace'larning tubsizlik og'zida yo'qolmaydi. U yerda muvaffaqiyat ham, ijaraga olingan Lamborghini suratlari ham yo'q. Faqat qattiq haqiqat va shaxsiy tajriba. Havola tavsifda. Agar moliyaviy jihatdan ulg'ayishga tayyor bo'lsangiz, oting. Kommentariyada mushuk zerikarli split qulay deb yozganlarga omad. 5 yildan keyin ko'rishamiz. Men o'z kapitalim bilan bo'laman, siz esa eski xlam va yangi qarzlar bilan. Siz bilan invest mushuk edi. O'zingizni splitlatishga qo'ymang, o'z pulingizga yashang.